Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, Revit'ni o'rnatish bo'yicha qo'llanmani ko'rib chiqamiz. Ya'ni Revit o'rnatish. 2024-yil versiyadagi Revit o'rnatamiz. Hozir menda o'chirib tashlangan Revit. Faqat 2025 Revit bor. Misol uchun mana 24 desam chiqmaydi, hech qanaqa предложение. Internet orqali bo'lganligi uchun chiqishi mumkin. Lekin o'zi dasturda o'zi yo'q menda. Xo'p, uning uchun endi o'rnatishdan oldin sizlarga berilgan fayllar bor. Bu fayllarni birma-bir hozir ko'rsataman. Misol uchun sizlarga mana bunaqa shaklda beriladi. Faqat sizlarga mana shu narsalar beriladi, ya'ni hozir belgilab ko'rsataman. Mana shularning o'zi beriladi sizlarga. Shularning o'zini, ya'ni 6 ta qismni o'zini olasizlar-da, isolate qilib olasizlar. Ochib olasizlar va sizlarda mana bunaqa shaklda ko'rinadi. Shu shaklda chiqadi sizlar. Bularni nega bitta qilib tashalmayapti desanglar, prosta buni svойствосga kirsak, razmerda 25-8 GB olayotganligini ko'rib turibmiz. Ya'ni Telegramdan buncha formatdagi ma'lumotni tashlash iloji yo'q, chunki limit bor. Shu sababli tashlab bo'lmaydi. Shuning uchun bo'lib tashlashgan 2 GB dan. Xo'p. Misol uchun sizlarga tashaldi shu 6 tasi va qanaqa qilish kerak? Tashalgandan keyin sichqonchani o'ng tarafini bosib, bizda mana WinRAR bor, isolate file degan bor. Prosta shuni isolate qilamiz. Sizdan mana shu narsani so'raydi, OK qilamiz. Isolate qiladi. Bitta faylga, alohida faylga ochib beradi bizga. Kutib turamiz. Albatta biroz vaqt olishi mumkin. Isolate qilish paytida. Shu narsa bo'lgandan keyin sizlarda bitta fayl chiqadi. Endi hozir buni ko'rsatmayman sizlarga endi, chunki ancha vaqt olishi mumkin. Ba'zilar hammada har xil bu. Kimlarda tez, kimlarda sekin bo'lishi uchun buni yopaman. Prosta sizlarga ko'rsataman shu narsani. Xuddi shunaqa chiqadi sizlarda ham. Ya'ni shunaqa nomdagi chiqadi. Ichida bo'm-bo'sh bo'lmaydi hozir sizlarga. Prosta mana bunaqa bo'ladi sizlarda. Shunga kirasizlar, bunaqa chiqadi sizlarda ham. Va o'rnatishdan oldin internetni o'chiramiz. Misol uchun menda kabelli internet, shu kabelli internetni misol uchun uzaman. Hozir bir daqiqa. Mana kabelli internetni uzdim. Endi Windows xavfsizligini o'chiraman. Sizlarda mana bunaqa joyda chiqishi kerak. Chiqmasa, настройкаga kirib, tak, parametrga kiramiz. Adashmasam, shu yerdan edi, mana безопасный Windows, защита угроз deganda kirlarda. Управление настройка degani bor. Управление настройкаga kirsangda, shu joyda buni olib tashlaymiz, bu qoladi. Mana shularning hammasini o'chiramiz. Bizdan OK deb bosamiz. Sizlarda ko'rinmagan bo'lishi mumkin. OK qilib qo'yamiz. Bizga ogohlantirish beradi, чтобы Windows xavfsizlik o'chganligi uchun. Xo'p, buni hozir yopmay turamiz va o'rnatsak bo'ladi. Hamma narsa o'chdi. Endi setupda bosamiz, предложение bu. E'tibor beringlar. Anaqasiga, fayl turiga. Xo'p, endi o'ng tarafini bosib, запустить od именно администратор deb bosamiz. OK qilamiz. Va biroz vaqt oladi bizdan. O'rnatish vaqti 15 minutgacha olishi mumkin. Hammada har xil bu narsa. Kimdadir tezroq, kimdadir sekinroq bo'ladi. Tak, Autodesk 25 GB gacha joy oladi. Anaqalardan S disklardan 13 GB gacha joy oladi. Iloj bo'lsa 15 GB gacha joy bo'lgani yaxshi. Bitishkasini bosamiz, dalilni bosamiz va qayerga saqlayotganligini, S diskda qaysi fayliga komponentlari qayerga saqlanishi, ya'ni bu komponentni eslab qolinglar, чтобы modellari qayerga saqlanishi, o'zini zavodskoy modellar bo'ladi, ular qayerga saqlanadi, shuni ko'rsatadi, dastur o'zi qayerga saqlanayotganligi. Dalilni bosamiz, bizga mana bu shu joydan chiqadigan narsada bizga Russian content for Revit 2024 ni bosib qo'yamiz. Чтобы bizga keyinchalik kerak bo'ladi. Bosib qo'yish esdan chiqmasin. Uстановка bosamiz kutamiz. Tak, video otdim o'zi. Da. Hozir endi biroz kutib turamiz.
Shunaqa vaqt ketadi biroz. Videoni sal o'tkazib yuborsanglar ham bo'ladi shu joyda. Xo'p, Russian content o'rnatyapti. Revit o'zi o'rnatildi. Tayyor bo'ldi. Xo'sh, video zapisda ketyapti. Bo'ldi. Tayyor bo'ldi. X bossak ham bo'ladi bu joyda. Xo'p, endi Revit o'rnatildi. Mana bu yerda значок ham chiqdi. Boya yo'q edi bu.
poiskdan qidirsam ham chiqadi endi. Misol uchun Revit 24 desam chiqadi mana. Endi buni crack qilish kerak. Crack qilishda hammasi o'chganmi? Mana Windows xavfsizligi o'chgan, internet o'chik bo'ldi, все. Endi sizlarda ham xuddi shu shaklda crack degan fayl chiqadi. Shu crackni ochasizlar и запустить от именно administrator qilamiz. OK qilamiz va xuddi shu shaklda sizlarda ham poisk qiladi va bunaqa ketma-ketlikda oyna chiqadi. To'xtatmasdan. Shu holatda tegmay turasizlar, чтобы bitta okno chiqadi. Enjoy crack degan, crackingmi degan yozuv chiqquncha kutasizlar. OK ni bosasizlar o'shanda. Kutamiz ungacha. Mana shu shaklda sizlarda ham oyna chiqishi kerak, чтобы cracking complaint enjoy degan narsaga OK qo'yamiz va bo'ldi. Crack qilish tugadi. Endi bu faylni yopsak ham bo'ladi. Xo'p, endi Revitni ocha olamiz. Revitni ham administrator nomida ochamiz. O'ng tarafini bosib administrator qilamiz va sizlarda ham xuddi shu shaklda ruxsat so'rash kerak bo'ladi. Ruxsat so'raydi, shu paytda OK bosamiz va to'g'ridan to'g'ri kiradi. Kirish jarayonida sizlardan используйте сетевой лицензия degan bor. Введите серийный номер degan bor. Используйте сетевой litsenziyani bosamiz. Va xudo xolasa mana shu shaklda Revit o'rnatiladi. Zapis ketyapti. Xudo xolasa bo'ldi. Ketyapti. Mana sizlarda ham xuddi shu shaklda Revit o'rnatiladi va boshqa qaytib sizlar crack qilmaysizlar. Qachonki qilishingiz mumkin? Boshqa 24-yildagi Max yoki AutoCAD o'rnatganinglarda buni crackiga tegib ketsa, o'shanda sizlardan kiritgan paytlarda litsenziya so'rab qoladi. O'sha paytda qayta crack ko'rasizlar. Aynan shu faylga kirib, o'sha crack faylga kirib turib, ya'ni o'sha men tashlagan faylda, ya'ni mana shu faylda ichiga kirib turib, qayta crack ko'rasizlar. Bo'ldi, shu bilan qaytib yana bitta qaytadan crack qilsanglar bo'ladi. Shu xo'p, undan keyin bo'ldi, qaytib mana bularni yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Xavfsizliklarni hammasini yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Windowsda ham, onda ham xuddi shu shaklda bo'ladi. Internetda ham yoqib qo'yasizlar. Bo'ldi. Endi o'rnatsak bo'ladi. Endi ba'zi qilishimiz kerak bo'lgan nastroykalar bor. Revit o'rnatgandan keyin shablonimizni ulashimiz yoki shortkeylarni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Sizlarda ham sajdat qilsanglar, mana bunaqa narsa chiqadi. Mana shablon строительный, arxitekturniy shablon, mana bu kerakli shablonlar bor ba'zi. Endi biz ishlatmaymiz, biz arxitekturniy shablondan foydalanamiz va shu shablon asosida yasaymiz kerakli hamma narsamizni. OK qilib ochamiz. Ya'ni bu ADSK-ni o'zini shabloni bo'ladi. Sizlarda ham shuni qora bo'lib qolgan bo'lsa, mana temniy video o'tib turib, temniy рабочий stolda buni o'tkazib qo'yamiz. Bu ADSK-ni o'zini standartniy shablonlardan biri, 24-yilga moslashgan shabloni. Shunaqa. ADSK ham emas, endi bu Revit o'ziniki. ADSK deb adashdim, lekin bu ko'proq bizga yaqinroq. Sababi ichidagi narsalar ko'proq bizga mana tipovaga kirsak, narojniy hamma nastroykalari o'sha devorlarimiz turibdi. Ko'rgan devorlarimiz. Ya'ni o'zi standarti bo'yicha chiqarib qo'ygan devorlari. Bularni Revit o'rnatgan paytlarda qilasizlar bo'ldi. Xo'p, endi sizlardan yana bitta nastroyka qilishingiz kerak bo'lgan narsa FOB, ya'ni FOBdan tashqari горячий klavishani to'g'rilashingiz kerak. Ya'ni nastroykasini. Sizlarga shortkey qilib tashlayman, import qilib olasizlar, saqlaysizlar, o'zingizlar bitta fayl ochasizlar, saqlaysizlar. Fayl qanaqa saqlanadi? Uni keyinroq tushuntiraman. Import qilib va saqlangan joyda ochamiz. Misol uchun menda
Shrevit deymanda mana bunaqa formatda tashlanadi. Keyboard shortcuts deb yoziladi. XML degan formatda bo'ladi. Shuni открыть qilasizlar. Объединить с настройками горячей клавишini shuni bosasizlar va o'zgaradi. OKni bosasizlar va bo'ldi. Menda nima горячий klavishada, ya'ni klaviaturada nima komanda faollashtirsam, o'sha komanda sizlarda ham ishlaydi. Ya'ni misol uchun 3 tani bosdim, tirdek o'tadi. Shunaqa narsalari bir xil bo'ladi meniki bilan. Uzra. Xo'p. Shu holatda o'rnatiladi. Boshqa muammolar bo'lsa, Windows eskiligi yoki crack qilish kerak bo'ladi yoki Windows Revit avval o'rnatgan bo'lsanglar, uni qolib ketgan obxodlar bo'ladi. O'shalar sababli o'rnatilmagan bo'lishi mumkin. Muammolarini aytyapman. Odatda holda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Prosta o'chirasizlar va qayta yuklasanglar bo'ladi. Shu fayllar tashlanadi Telegram kanaliga, Telegram gruppaga va o'sha yerdan yuklab olishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Hozircha stop unda.